Qadim zamonda bir boy bo'lgan ekan. Uning bir yaxshi, aqlli xotini bo'lgan ekan. Bir kuni boy xotiniga: "Davlatimni xo'p davr so'rayapsan-da. Mendan bo'lakka tekkaningda ne kunlarni ko'rarding?" debdi. "Yo'q", debdi xotin eriga. "Yerni er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin." Xotinining bu gapidan boy darg'azab bo'lib, uydan haydab yubordi. Qorong'i tushib qolgan ekan. Xotin yo'lga chiqibdi-yu, charchab bir daraxtning tagida o'tirib, tunni o'tkazmoqchi bo'libdi. Ancha o'tiribdi. Shu vaqt o'tin orqalagan bir yigit kelib, uning yonida to'xtabdi. "Hoy singlim", deb o'tinchi. "Bemahalda yolg'iz nima qilib o'tiribsan? Uyingga borsang bo'lmaydimi?" "Uyim yo'q", debdi xotin. "Ota-onam juda yoshligimda o'lib ketgan", debdi. "Mening ham bir keksa onamdan bo'lak hech kimim yo'q. Men